Neobычный proyektimiz tayyor bo'ldi. Sotishga tayyor. Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinadamiz. Uglovoyda joylashgan uyimiz 4 sotu 600 kvadrat. Juda ham zo'r chiqqan. Shunda Uglovoyga tushgan hisobiga katta zelený zona. Aslan uyga kiradigan eshigimiz qilingan, tamburga kirib boriladi. Premium klassik uyimiz haqiqatan ham zo'r. Kichkina qasr deb ayta olamiz. Proyekt hozircha bitta, aniq ayta olaman. Juda ham zo'r chiqqan haqiqatan ham. Uglovoyligini hisobiga uy ham chiroyli ko'rinadi, bagati bo'lib. 600 kvadrat, 5 ta spalnya, bitta zal. Har bitta spalyaning ichida o'zini alohida sanuzullari bor. Bu yerda kritik garajimiz bor, ikkita mashina bemalol sig'adi. Uyga ko'rib bitta baho beringlar. Xo'p, hozir hovlining ichidan ko'rsataman. Xo'p, hovli qismidan ko'rinishi uyimizning fasadini juda ham zo'r chiqqan, proyekt haqiqatan ham bomba chiqqan. O'rtada katta zelený zonasi bor, turburchiq katta tashab ketilgan. Uyimiz kompaktni qilib qurilgan. Aslan eshigidan kirganda katta zakritli tambur bo'ladi. Bu yerda holdan oshxonaga o'tiladi. Kattagina oshxona, mebellari ham qilib qo'yilgan. Xo'p, yozgi oshxona, hojatxona, podvalimiz yaxlit qilingan, basseyn saunalari bor. 5 ta spalnya, bitta zal. Har bitta zal spalyaning ichida o'zining alohida sanuzuli ham bor. Bu uyimiz sotilyapti. Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada bo'ldi. Narxi 1 $350 000 deb belgilanyapti. Qolgan ma'lumotlar uchun telefon qilinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.